Assalomu alaykum hammaga. Siz My Film News kanalidasiz. Bugungi videoda sizlar bilan juda ham ko'p muxlislar tomonidan so'ralgan va kutilgan Avatar 3 Olov va Kul filmini to'liq tahlil qilamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, chunki filmni to'liq tahlil qilib, kimlar o'ladi, qanday voqealar sodir bo'ladi, yangi Olov qabilasi haqida ham gaplashamiz va 3-qismni qattan to'liq o'zbek tilida ko'rishni ham aytaman va film haqidagi o'z fikrimni ham eshitasizlar. Qani unda boshladik. Avatar 3 Olov va Kul filmida Sallyning oilasi yana urush, janglar va qiyinchiliklarni boshidan o'tkazishadi. Filmning boshi urush va janglar bilan boshlanadi. Sally va Neytri Spider butun umrini qopib yurmasligi uchun uni odamlarga topshirish uchun uchar baliqlarga chiqishadi. Ya'ni bularga bu mavjudotlarni film chiqishdan oldin filmdan kadrlarda ko'rgan edik. Yo'lda esa ularga hamma qo'rqadigan va kuchli qabila Olov qabilasi hujum qiladi. Neytrini chalajon qilishadi. Sallyni esa Miles tutib oladi. Orada Spiderning havosi tugab qoladi va Kiri manba uchib yuradigan mavjudotdan nimadir olib Spiderga beradi va Spider niqobsiz ham nafas olishni boshlaydi. Uchar variqlarni va havodagi jangni TS variantda ko'rgan bo'lsam ham juda tiniq va o'zbek, rus, ingliz tillarida Avatar 3 Olov va Kul filmini kino kanalidan ko'rsanglar bo'ladi. Silkasi opisiyaniyada. Davom etamiz. Olov qabilasining bitta qobiliyati bor ekan, ya'ni ular o'zlarining tabiat bilan bog'lanadigan kuri sochlari bilan avatarni u bilan bog'lanib boshqara olishar ekan. Bu qobiliyat faqat Olov sardori Varangda bor, balkim boshqa avatarlarda ham bordir. Neytri esa chanajonligicha o'rmonga yetib boradi. U yerda esa unga odamlar yordam berishadi. Bilasizlar, yaxshi olimlar bu olamda qolishgan. Sally bilan polkovnik Miles esa birga bo'lishga majbur bo'lishadi. Olov qabilasidan qochish uchun o'sha yerda ham bir-birini o'ldirib olishga tayyor edi, lekin qutulib ketishdi. Miles esa bazasiga qaytadi. Spiderda esa Curious chiqishni boshlaydi. Rostdan ham bu qism ko'p yangilik va janglarga boy ekan. Qolgan ikkita qismdan ko'ra 3-qismning byudjeti $400 million oshiq. Tushunishlik uchun Kapitan Amerika Thor, Momaqaldiroqlar va yana ko'p filmlarning kassa yig'imlari $400 millionga ham yetmagan. Hozircha Avatar filmining kassa yig'imlari chiqmagan. Anig'ini esa yangiliklar kanalidan ko'rsanglar bo'ladi. Silkasi opisiyaniyada. Davom etamiz. Spider bu yerdagi havodan nafas olishni boshlagani va Curious chiqayotgani uchun bundan odamlar xabar topmasligi uchun uni o'rmonlardan yana suv qabilasiga olib ketishadi. Uni bu holatga Kiri kirg'azdi Eva bilan va film bo'yiloq Netayamning, ya'ni akasining o'limi tufayli o'zini aybdor his qilib keldi. 2-qism so'ngida u o'lgandi. Eslasanglar, Kiri esa Spiderga hayvonlarga Kuri orqali bog'lanishni o'rgatadi. Polkovnik Miles esa Olov qabilasi bilan birlashadi. Ular birga Evani va Sallyning oilasini yo'q qilish uchun birlashadi va Spiderni topib olib ketishadi. Loak esa qochib ketadi. Keyin odamlar yana hujum qilishadi va Sallyni suv qabilasidan olib ketishadi Spider bilan, lekin Neytri ularni qutqaradi va odamlar butun suv qabilalarini qirib tashlash uchun tayyorlanishadi. Sally ham jang uchun Thorin Maktuga aylanadi, ya'ni barcha avatarlarning lideriga. Keyin Sally ko'plab qabilalarni yig'ib jangga tayyorlanadi. Orada Sally Spiderni o'ldirmoqchi bo'ladi. Sababini bilasizlar, agar odamlar Spiderdek havoda nafas olishni boshlashsa, butun sayyorani bosib olishardi. Shunaqa qilib yana birinchi qismdagidek kino olamidagi eng katta masshtabli jangni ko'ramiz. To'g'risini aytaman, anchadan beri bunaqa maza qilib kino ko'rmayotgandim. Bu jang birinchi va ikkinchi qismdagi janglardan ko'ra ancha yaxshiroq, kattaroq va qiziqarliroq bo'ldi va Sally birinchi qismda ishlatgan taktikasini ishlatdi. Ya'ni dushman kelishini kutib, berkini payti bo'lganida hujumni boshladi. Ularga yana avatarlarning kitlari yordam berdi. To'liq nomi esimdan chiqib qoldi. Bilsanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Xullas, jang zo'r ketayotdi. Avatarlar odamlarni yengishayotdi. To Olov qabilasi va polkovnik Miles kelgunicha. Undan keyin hammasi barbod bo'ldi. Sally jarohatlandi. Tuk va Neytrini Varang va Miles tutib olishdi va hamma imkonsiz qolganida Kiri paydo bo'ladi. Bilasizlar, Kirining otasi yo'q, faqat onasi bor. Onasi odamligida homilador bo'lgan va avatar shaklida Kirini tug'gan. Shuning uchun Eva uni bo'lib qo'ygan. Eva nimaligini bilsanglar kerak. Bu avatarlar butun sayyoradagi hayvonot va tabiat boshqaruvchisidir va nihoyat Kiri Spider bilan Evaning to'sig'ini oladi va butun suvdagi odamlarni o'ldiradi. Osmondan esa Sallyning katta qushi boshqalarni chaqiradi va yana ular yengishadi. Kiri Varangni Kurisi bilan yengadi. Bu yetgandan Varangni qobiliyati bor deb. Bu qobiliyat bilan u Kurisini boshqa avatarnikiga ulab, uni boshqara olardi, lekin bu safar Varangni Kiri boshqardi va qo'rqqanidan qochib ketdi. Film so'ngida esa Sally bilan polkovnik yana jang qilishdi. Jang o'limsiz tugadi, lekin Miles tirikmi yo'qmi noma'lum.
chunki tepadan sakradi. Tirikmi o'likmi ko'rsatilmadi. O'lsa ham uni yana avatar tanasida qurolashtirishadi. 4-qism uchun esa hech qanday titrlardan keyingi sahna yo'q. 4-qism balki butunlay boshqa darajada bo'lar. Buni 2029-yil 21-dekabrda bilib olamiz. Ha, to'g'ri eshitdinglar. Avatar 4 2029-yilda chiqadi. 3 yildan keyin film haqiqiy bomba bo'lib chiqqan. Ssenariy, syujet, voqealar, janglar hammasiga gap yo'q. Film o'zi ham 3,5 soat va 3-qism ko'proq janglarga va o'limlarga boy bo'ldi. Filmni ham gapirib, ham tahlilni qildim, chunki ko'p odamlar почти videoni ko'rayotgan 90% odamlar filmni ko'rishmagan. Filmni esa qatdan ko'rishni aytdim. Agar qiziq bo'lsa, Avatar kino olami haqida yana video chiqaraman. Bugungi videoda sizlar bilan Avatar 3 Olov va Kul filmini to'liq tahlilini qildik va film haqida gaplashdik. Va video haqida va film haqida savollar bo'lsa, kommentariy ochiq bemalol savollarni bersanglar bo'ladi. Filmni esa kino kanalimdan ko'rsanglar bo'ladi. Silkasi esa opisiyaniyada. Oxirgacha ko'rganlar uchun esa rahmat. Shunaqa qiziqarli videolarni chiqaraman, shu uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib, shunga o'xshagan qiziqarli videolarni o'tkazmaslik uchun qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Bosib qo'ygan bo'lsangiz hozircha xayr. Keyingi shunga o'xshagan qiziqarli videolarda ko'rishguncha. I call upon the warrior mother.